Munisa Rizayevaning Dubaydagi holat haqida gapirgan videosiga Sardor Gangster o'z javobini aytdi va bunday holat hech qayerda bo'lmagani, bu shunchaki fake xabarlar bo'lgani haqida xabar berdi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, o'zingiz barchasiga guvoh bo'lasiz. Aytgancha, videoni boshlashdan avval like bosishni unutmang. Esa tutamiz, like bosish mutlaqo tekin. Hamma yoq sirvot, dahshat. Iltimos xalqim biz uchun duo qilinglar. Inna lillahi va inna ilayhi rojiundan boshlayman. Hamma do'stlarim, uydilarim panika tushib qolishgan. Biz Dubaydamiz. Hamma yozyapti, telefon qilishadi. Birinchidan kattakon rahmat. Biz uchun, men uchun, shunaqa qayg'urayotganingiz uchun, perejivot qilayotganingiz uchun haqiqatan juda ham qo'rqinchli. Hammamiz uyga chopib keldik. Panika tushib qolgan hamma. Lekin bizni albatta meni iymonimiz juda ham kuchli, shu uchun hammasi yaxshi bo'ladi. Qanchalik sizlar ko'p panikaga tushib qolsanglar, perejivot qilsanglar, shuncha yomon bo'ladi. Shu uchun tinch bo'lib o'tirish kerak va Allohga ishonish kerak. Nima deysizlar? Amma mana shu Vahima Rizayeva, Munisa Rizayeva opaginamni videosini menga tashlayapti. Opam bir Dubayga kelib qoptilar, vahima qilib, raketa tushyapti. Bombardimon bo'lyapti. Inna lillahi rajun. Birov o'lib qoldi deb videolar tashlayapti. Opamni ham endi tushuninglar. Bir rekomendatsiyaga chiqmoqchi bo'libdilar. Bir rekomendatsiyada bu Dubayga kelganlarni butun dunyoga bildirmoqchi bo'libdilar. Mana biz Dubayda yashaymiz. 2 kundan beri shunaqa bir fake xabarlar orqasidan meni ham qarindoshlarim, o'g'illarim, amaki tog'alarim, ota-onam Sardor tinchmisan, Munisa Rizayeva video qilibdi, paloncha video qilibdi, raketa tushyapti ekan, sizlar tomonga bomba tushyapti ekan, bombardimon bo'lyapti ekan. Voy, mana do'stdan cho'milib chiqib, sinnigina iftorlikka tayyorgarlik ko'rib, ro'zamizni tutib, yaxshi inson bo'lib yuribmiz. Vahima Rizayeva opa, unday vahima qilib tashamang, joni sog' bo'lsin.